Mana bu qabrlarni ko'ryapsanmi? Bu yerda o'lib yotganlarni ko'pi senga o'xshab pul topish uchun o'zini har yoqqa urganlar. Bola chaqa, uy-joy, mol-mulk deganlar. Topganlari bormi, o'g'irlaganlari bormi, yulganlarimi, hammasi o'zlariga qoladi deb o'ylaganlar. Ammo aldanganlar. Yashashning mazmuni pul dedilar. Undan foyda ko'rishni o'yladilar. Butun umrlarini hech qachon o'zlariniki bo'lmaydigan dunyo uchun sarfladilar u oxiratni unutdilar. Ammo gapingiz to'g'ri. Mana bu qabrlarni ko'ryapsanmi? Bu yerda o'lib yotganlarni ko'pi senga o'xshab pul topish uchun o'zini har yoqqa urganlar. Bola chaqa, uy-joy, mol-mulk deganlar. Topganlari bormi, o'g'irlaganlari bormi, yulganlarimi, hammasi o'zlariga qoladi deb o'ylaganlar. Ammo aldanganlar. Yashashning mazmuni pul dedilar. Undan foyda ko'rishni o'yladilar. Butun umrlarini hech qachon o'zlariniki bo'lmaydigan dunyo uchun sarfladilar u oxiratni unutdilar. Ammo gapingiz to'g'ri.